Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Sizlarga Yangi shahar elektr ta'minoti tomonidan 2026-yilning kelgusi choragi ustuvor vazifalar, reja va maqsadlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Yangi shahar elektr ta'minoti tomonidan 2026-yil 123 kilometr uzunlikdagi elektr havo tarmoqlari va 24 dona transformator punktlari mukammal. Shundan 40 ta joriy ta'minlash ishlari rejalashtirilgan. Yuqorida olib borilgan ishlar natijasida Yangi shahridagi 15578 tadan ziyod aholi iste'molchilari hamda 1171 ta tadbirkorlik soha obyektlariga yetkazib berilayotgan elektr energiyasi yaxshilanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 11-sentyabrdagi PF 139-sonli farmoniga ko'ra joriy yilda hududiy elektr tarmoqlari Ajiz Sirdaryo hududiy filiali tomonidan 2026-yilda 0.10 kilovatli tarmoqlar transformator punktlarini yangidan qurish va modernizatsiya qilish ishlarida Yangi shahridagi Temurmalik, Shukrona, Fazilat, Davlatobod, Shodiyona, Yuksalish hamda Jomiy mahallalarida jami 11.3 kilometr elektr tarmoqlari qurish va qo'shimcha 8 dona transformator punktlarini o'rnatish rejalashtirilgan. Yuksalish mahalla fuqarolar yig'iniga yangi qurilgan yakka tadbirdagi xonadonlarni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida 20 dona yangi 0.4 kilovatli temir beton ustunlari olib kelinib, hozirgi kunda ish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Navro'zobod va Shodiyona mahalla fuqarolar yig'inlarida 15 dona transformator punkti hamda 7 kilometr havo tarmog'i joriy ta'mirlandi. Yangi shahrimizda ko'ngilochar maskanlarning qurilishi uchun driver loyihasi bo'yicha 4 dona transformator o'rnatildi. Bunokor mahallamizda aholi iste'molchilari tomonidan 40 kilovatli quyosh paneli o'rnatildi. Hozirgi kunda Jomiy mahalla fuqarolar yig'inida 1 dona transformator punkti mukammal ta'mirlandi. 2026-yilning 2 va 3-choraklarida Jomiy mahallamiz va davlat mahallalarida 11,5 kilometr havo tarmog'i, Temurmalik, Yuksalish, Navro'zobod, Bobur, Fazilat, Yangiobod davlat mahalla fuqarolar yig'inida esa 19 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlanadi. Bu qilgan ishlarimizdan natija shunday bo'ladiki, Yangi shahrimizda aholi iste'molchilari hamda yuridik iste'molchilarimiz uzluksiz energiya bilan ta'minlanishiga erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.